Assalomu alaykum. Mana buning usti qatirishni ko'rsatib o'tamiz. Navbatga bilan ob'olamizni yopishtirib oldik. Xo'p, buning ustimizni bu zapchaslari. Bu ustimiz. Bu 220 bo'ladi rossiyskisi. Endi ob'olani svetiga moslab, didlaringga qarab olaverasizlar. Bizni xonamizda ob'olimiz sveti ga tortadigan, keyin romga tortadigan qilib oldim. Ugulovoyga mos tushdi. Shu holatda qatirib chiqamiz, olib shu firmadan olaverasiz, rossiyskisidan yaxshisidan. Endi qanaqa qatirishni ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Bismillahimiz. Leza pichoq, atverka yoki shurpovoy. Qora pichoq. Keyin shurup, mana shu uchli shurup yetadi. Agar qiynalmaysalaring, bundan bitta va kichkinasini olib yopib qatazalaring bo'laveradi. Agar orqasi pishirish yoki beton bo'ladigan bo'lsa, haykalmoqdan foydalansizlar, 6 yil yetadi. Bundan qarata shular kerak bo'ladi. Birinchi qiladigan ishimiz, mana hozir qatirib tayyor qilib qo'yganman. Bu ichki burchak. Bu tashqi burchak. Bunisi stopi. Ularni olib kelaman. Ularga bo'ladi. Yana tushuntirib o'taman. Tashqi burchak, ichki burchak, ular oxirida stopi. 10 tomon chaqmoqda bo'ladi, sotadi. Bu sizlarga nima bo'layotgan o'tama. Burchakni qo'yib, mana qo'yib oldik. Shu holatda kiradi. Yaqinroq olib kelsangiz tushunarliroq bo'ladi. Shu holatda mana kiradi. Yaqinroq ko'rsatib. O'zi tili bor. Oddiy uy sharoitida qilsanglar ham bo'ladi. Ustadan o'rganish shart emas. Yana oson bo'lsa sizlarga ko'rsatib o'tyapmiz. Shu holatga kirgizasizlar. Mana kirdi. Razmerni kesib olganman. Bunisi o'sha tashqi burchakga kerak bo'ladigan bitta zapchasiga yana qo'yib olamiz. Bu ham ikkita bitta tili bor mana. Borib keladi. Tomonga qatirib olgandan keyin mana ichiga kiradi, ichki tomonga kiradi ikkita tili. Kirdi. Kirgandan keyingisi mana bunisi stopini kirgizib olgandan keyin oxirga qo'yib turib, mana metka olasizlarmi? Atko'zi qirg'og'iga. Metka olib turib, ichini olib bu qisqalari bo'ldi. Shu bilan sinadi. Bundan keyin buni ham qatirib olmaysizlar, bilan shularni to'g'rilab olasizlar. Ichki tomoni kirib ketyapti. Holatda bo'ladi. Shurut qatirasizlar, bitta boshiga qatirasizlar, teshigiga baquvvat chiqadi. Atko'zga qiynasanglar, bitta nari tomoni teshigi bor. Keyingi teshigiga qatirasizlar, ikkita. Shu bilan chiqib ketmaydi. Qatirib bo'lgandan keyin hop. Buni ko'rsatib o'taylik. O'zini qopqog'iga olib qo'yganman. Mana shu holatda bo'ladi. Ichiga ozgina kirsa, boshqadan kirib ketaveradi. Faqat qatirib bo'lgandan keyin. Hozir men razmerini olib, mana bunga kesishni ko'rsatib o'taman. Razmerini oldik. Qisqalaring salga sinadi. Shu holatda mana qo'pollik qilmaysizlar. Toni aşağı kiradi. Oxirida mana o'zi tilla bor, tushadi. Tushdi. Shu holatda bitadi. Qiyin emas, oson. Bir boshdan ketaveradi. Burib tomoniga ham burib qo'yilsa, ekranning ichiga ham chiroqchi 1 kilometr to'xtatib qo'yadi stopni. Bunda bo'lmaydi. Ularni ko'rsatib o'tdim. Bir-biriga yo'nalishlarini